Tanangizda joylashgan holingiz yoki yara o'zgarib boryaptimi yoki yarangiz bitmayaptimi? Bu signal bo'lishi mumkin. Bu teri saratoni belgilari bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun teri saratoni haqida gaplashamiz. Teri raki. Teri saratoni bu vaqtida aniqlansa davolanadigan, lekin agar kech kelgan bo'lsa, bu xavfli holatga olib boradigan kasallik hisoblanadi. Ko'pincha biz O'zbekiston sharoitida aholi bee'tibor qoldiradigan bir belgilardan bittasi hisoblanadi va ming afsuski faqatgina kechki bosqichlardagina bu narsani aniqlashga harakat qilinadi va unda ko'pincha kech bo'ladi. Teri saratoni bu teri hujayralarining yomon sifatli o'smasi. Eng ko'p uchraydigan turlari bu bazal hujayralar. Teri o'zi 6 qavatdan 6 yoki undan ko'proq qavatdan iborat bo'ladi. Eng pastki bazal qavati yoki yas hujayralarda uchraydigan bir kasallikdan turlardan biri hisoblanadi. Eng ko'p shu turlarda va bundan tashqari melanom, ya'ni holning o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan belgi. Eng ko'p va eng agressiv va xavfli turi bu melanom, ya'ni holning o'zgarishi. Asosiy xavf omili esa quyosh nuri, ultraviolet deydi. O'sha nur orqali bu hollar o'zgarishga uchraydi. O'sma ko'pincha shu bitmaydigan yara yoki o'zgarayotgan hol sifatida boshlanadi. Dastlabki bosqichlarda qonash, qichishish yoki tez kattalashish bu asosiy xavf belgilariga kiradi. Qoidasiga ko'ra melanomani aniqlashda bir nechta muhim qoidalari bor. Erta bosqichda aniqlansa, to'liq jarrohlik bilan davolanadi. Ya'ni o'sha o'zgargan hol yoki yara to'liq kesib olib tashlanadi. Bu jarrohlik yo'li bilan davolanish. Kechki bosqichlarda esa u metastaz berish ehtimoli juda yuqori. Metastaz berdi degani butun tanaga tarqab ketdi va bunda uje hayotni saqlab qolish ehtimoli kamayib ketadi. Vaqtida aniqlash hayotni saqlab qolish uchun eng muhim belgilardan biri hisoblanadi. Agar teri saratoni erta aniqlanmasa, bu o'limga olib kelish ehtimoli yana yuqori. Shubhali o'zgarishni ko'rdingizmi? Ya'ni vaqtni boy bermasdan xirurgga murojaat qiling yoki dermatolog shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya qilib qolardim. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.